Drive 120 bu o'zi ekan. Bu o'tgan yili 2024-yil 3-yanvarda Minecraft olamidagi eng tez speedrunner nomi bilan tanildi va u Minecraftni 7 daqiqa-yu 1 soniya ichida tugatdi. Albatta, uni videosini bugungi videoda men sharhlab beraman va barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Floxbey. Bizani qisqagina videomizga xush kelibsizlar. Bu bola Drive 120 ko'rib turganinglardek bu hozir qanaqa koordinatalar to'g'rilayapti. Xullas, bu video to'liq videosi emas. To'liq videosini men qo'ysam YouTube kanalimga strike kelishi mumkin edi. U sira sandiq olmaslar yaxshi. O'shaning uchun men ora joylarni, bir xil joylarni kesib chiqdim. Albatta, buni men sharhlab beraman va qolgan joylarni o'zingizlar ko'rib olasizlar. Silkasini opisaniyada qoldiraman. Xo'p, mana ko'rib turganinglarda u narsalar yig'yapti. Men videoni yetarlicha o'zgartirishga majbur bo'ldim. Buning uchun sizlardan uzr so'rayman. Xo'p, u hozir suv ostiga kirib ketdi va bu yoqdan u portal yasab Nezerga keldi bolalar. O'zi ko'ribsizlar, Nezerga keldi. Xo'p, yaxshi ilib bu yoqdan ko'priklar qurishni boshladi. Nima qilarkan endi bilmayman to'g'risi, lekin bu odamni butun dunyo tanirkan, lekin men o'zimni tanishlarimdan so'rasam tanishmadi, menimcha ular qiziqishmagan. Xo'p, mayli, bo'lmasa biz qahramonimizning o'yinini ko'rishda davom etamiz va ko'rib turganlarda u qanaqa turadi Nezer tushunmayman, qarorchi mana o'jalan. Xo'p, oldin ovotdi, ildi tashaverib, u chalg'itib va IQni qaranglar, tashaverib chalg'itib suraveryapti. Bu normalniy. Xo'p, yana bitta u tashayapti, shu olishinggacha suraveryapti. Yaxshi, bo'lmasa normalniy. Xo'p, nima qilyapti endi bu? O yana oltinlar qayerda turishini biladim yo o'zi koordinatalarda ko'rsatib qo'yadimi, to'g'risi uncha tushunmayman, lekin ko'rib turganinglardek ikrokimiz yomon o'ynab tashyapti. Xo'p, yana oltin bilan chalg'ityapti. Yana oltin olyapti-da. Hop, nima qilib tashaverdim hozir kerak bo'lsa, tashaverdi. Xo'p, bo'ldi, chalg'itmayotgan ekan. Bu ham chalg'itib, ham malika nima deydi, narsalashayotgan ekan. Xo'p, mayli. Ko'rib turganlardek bu yerdan ham biroz narsalarni oldi. Xo'p, yaxshi, normalniy. Xo'p, bu yerdan ham oldi. Xo'p, okey, bo'ldi. Men bu yerdagi narsalarni olib tashladi, qarorchi. Xo'p, endi nima bo'ladi? Xo'p, nariyoqqa uchib ketgan bo'ldi. Bu yerga teleport bo'ldi-da. Xo'p, endi nima qiladi? Bo'ldi. Menimcha nimani topsa. Oy, shu nursin tushib qoldi. Yo'mayo, shu yerda ham eplab chiqib qaranglar buni. Yaxshi, xo'p. Bola orada kesilgan joylari bor, buning uchun uzr so'rayman. Albatta, ko'rmoqchi bo'lsangiz to'liq video opisaniyada bo'ladi va xo'p, bu anavi sakziyalar bilan urushyapti. Xo'p, qarorchi bu yerda men bular bilan urushyapti. O'sha otalmayotganmi bo'ladi. Xo'p, mayli, nimalar qiladi? Endi bizni tomosha qilishdan boshqa ilojimiz yo'q. Xo'p. Okey, endi qayoqqa ketyapti? Okey, bo'ldi, bularni o'ldirdi. Xo'p. Endi nima qiladi? Bu yerda spawneri bor ekan, buni oldi. Xo'p. Okey, va bo'ldi menimcha. Xo'p, bu yerda TNT bilan uji portlatmoqchi menimcha spawnerni. Okey, bo'ldimi? Yo'q, portlamadi-ku, bo'ldi. Nima bo'ldi endi? Bo'ldi. Yo'g'ini kesib tashlaganman, bo'ldi. Xo'p, okey, endi bu oqtaryapti bu yerda. Yana bu yoqdan kesib tashladim. Xo'p, bo'ldi, mana topdi bolalar oxiri. Ko'p joylarni kesib tashlagan o'zingizlar tushunasizlar degan umiddaman, albatta. Xo'p, endi nimalar qiladi? O'tib ham bo'ldi, qarorchi. Endi menimcha ajdarho bilan jang bo'ladi bolalar. Ko'rib turganinglardek sirrasi jangni boshlashadi. Ajdarhon joni ham qolmadi va ajdarhoni dragon o'ldirdi. Yaxshi. Bu odam Minecraft rosa 7 daqiqa 1 soniyada tugatgan odam bo'ldi.